Hammaga salom, siz Sarbonbek Official kanaldasiz va kanalimizga xush kelibsiz. Do'stlar, bugun sizlar bilan Telegramga grafik kalit, ya'ni ko'p qatorli grafik kalit qo'yishni o'rganamiz. Ya'ni Telegramga har doimgidek 3x3 formatdagi o'sha grafik chizmani emas, balki ko'p grafik chizmani qo'yishni o'rganamiz. Ya'ni video previewsdan ko'rib turganingizdek, shunday qilishni o'rganamiz. Buning uchun Telegramga kirib olishingiz kerak. Telegram farqi yo'q, qanaqa Telegram bo'lsa ham bo'laveradi. Va Telegramda sozlamalar bo'limiga o'tib, mana bu yerda maxfiylik degan joyga bosasizlar. Va pastga tushirganlaringdan keyin xavfsizlik tagida kod, parol yoki tasvirli kod degan joy bor. O'shaning ustiga bir marta bosasizlar va bu yerdan kod, parol yoki tasvirli kod, tasvirli qulflash degan joyini bosasizlar. Bu yerda terganlaringdan keyin bu yerda ochiladi. Keyin esa mana bu yerdan tasvirli kodni o'zgartirsanglar bo'ladi. Va tasvir o'lchami o'qlar qatori. Buni oxiriga 5 ga qo'yib qo'yasizlar. Mana 5 ga 5 bo'ladi-da bunda. 5 ga qo'yib qo'ysanglar, juda ham katta grafik kalit chizasizlar, ya'ni o'rnatasizlar va uni 5 ga qo'ygandan so'ng tasvirli qulflashni yoqib, mana do'stlar, 5 ga 5 katta, hech kim topa olmaydigan parol. Biz buni bemalol qo'yishimiz mumkin. Masalan, o'zingizga yoqqan parolni, yana esingizdan chiqib ketmasin. Masalan, men mana bu parolni qo'ydim. O'zlaringizga yoqqan parolni qo'yasizlar va tasdiqlash tugmasini bosasizlar. Va yana bir marta terasizlar shu narsani va yana tasdiqlash tugmasini bosib olasizlar. Va kodimiz qo'yildi do'stlar. Va mana bu yerdan bloklashni bosib, bitta chiqib ketib, mana bu yerda bosh ilovalarni ham chiqib ketib kirsak, Telegram qulflanadi. Endi boyagi kodni terib ochamiz. Do'stlar, hammaga video yoqdi degan umiddaman va videoga like bosib meni qo'llab-quvvatlanglar. Kanalga albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi video roliklarimizni o'tkazib bormaslik uchun yonidagi qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Xayr do'stlar, videoni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat.